Assalomu alaykum Instagram obunachilari 505. Mana 2021 yil Nexia 3 kelib qoldi. Kraskalar toza, ko'p diskalar qo'yilgan ekan, balonlari ideal holatda. Yurgani 111 ming yurgan ekan, salon holatlari cho'tki ideal holatda. Hop. Gazlari bor. Zapaskasini solib berishar ekan. Mo'ykada qolib ketdi. Hop. Tashqi ko'rinish holatlari. Aybi mana bu yerda kichkina ozgina rektorkachasi bor ekan. Boshqa joyda nuqsoni yo'q. Motorlar yurmagan holatda dehqon o'zi mingan, mana injektor, metan gaz, ABS bor. Olaman deganlarga profil ustida nomerlar qoldirib qo'yamiz. Narxini $7800 ga bo'lsa berib yuboramiz deyapti. Oladiganlar bemalol aloqaga chiqib, mana 50 so'm, 100 so'm yana anaqasi qilib bersa bo'ladi. Beradilar akalar.